Aroq va spirtli ichimliklarni ichish kreditga katta foizda pul olgan bilan bir xildir. Kreditga olingan pulni esa har doim ko'paytirib qaytarib beramiz. Aroq bu zahar va energiya manbai. Aroq ichib kreditga olingan euforiya, ya'ni mazani siz albatta foizi bilan qaytarib berasiz. Aroq ichish natijasida kelib chiqqan kasalliklar, oiladagi janjallar, ajrashishlar, ishdan haydalish va oila a'zolarining oldida hurmatning bo'lmasligi bu aroq kreditining foizini to'layotganligingizni bildiradi. Bank hech qachon pulni foizsiz bermaydi. Aroq ham kayfni foizsiz bermaydi. Euforiya uchun to'lash kerak. Faqat aroq kreditining foizini sog'lig'ingiz bilan to'laysiz. Boshida aroq kreditining foizi past bo'ladi va siz bemalol ko'p aroq ichishingiz mumkin. Borgan sari aroq ichishingiz kamayib boradi va salga mast bo'lib qolasiz. Hattoki molga o'xshab yerga yotib olishingiz ham mumkin. Bu aroq kreditining foizi balandlashib borayotganligini va bu foizni siz to'layotganligingizni bildiradi. Aroq kreditini siz sog'lig'ingiz, hurmatingiz, oila a'zolaringizning or-nomusi, sha'ni yordamida to'laysiz. Sizning ichishingiz natijasida oila a'zolaringiz mahalla-ko'y, qarindosh urug'lar oldida uyaladigan bo'lib qolishadi. Siz bu narsani tushunmaysiz, chunki kredit to'lash natijasida alkashlar, pianistalarda odamiylik, uyat hissi ham yo'qolib ketgan bo'ladi.